Selam dostlar, Qozonimiz bo'yicha sayohatimizni davom etamiz. Profsoyuzni ham Chernyshevskiy o'ramlari Shotinda o'rnashgan haykalga e'tibor etganingiz bormi? U bir kimni da betaraf qoldirmay menimcha. Ishonish deb atalgan kompozitsiya 2016-yilda borliqqa keldi. Uning avtori Fanil Valiullin. Divarga mingan molay qizga o'zi yana minirga yordam etadi. Ular yanida kuchuk da bor. Bronzadan ishlanilgan molay bilan qizning ismlari da bor ekan. Marat ham Yuliya. Ular bek kichkina, lekin shunga da qaramasdan do'stlikning qadrini bek yaxshi bilalar. Ular bir-birsini bulishirga har vaqt hazır. Bu skulptura kishilarga eng muhim aybirlarni esga tushirib turadi. Do'stlik, ishonish, bir-biriga yordam etib kabi sifatlarni unutmagiz deylar. Do'stlar, sizni birinchi qiziqli fakt bilan tanishtirasım kelar. Molay bilan qizning og'irligi 60 kilogramm, kichikniki 35. Kompozitsiya 2016-yilni Qozon shahrining eng yaxshi obyekti konkursida eng yaxshi kishi arxitektura formasi nominatsiyasida jenggan. Kompozitsiya nebari 2 oy ichida ishlanilgan. Shahar xalqi ham turistlar bu ssenariyda fotoga tushirga yaratadi. Kichikning burnin ishqib tilak tilasang, shunga oshar degan ishonu yashang. Aqshin shahar xalqi ham turistlar molay bilan qizni kiyindirga yaratalar. Tug'an yoq tarixini o'rganingizlar. Sog' bo'linglar.